Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Sizlar bilan yig'ilishimizning asosiy maqsadi 2024-yil 16-dekabr kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan video selektor orqali banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, ular muammolari bo'yicha o'rganish topshirig'i belgilangan edi. Shu bo'yicha mana sizlar bilan uchrashib, bugun qanaqa muammolar bo'lsa, har birlarimizdan gaplashamiz, qanaqa takliflar bo'lsa, shu bo'yicha yig'ilganmiz. Kimda qanaqa muammo bo'lsa bir gaplashib ketaveramiz. Film moshinalari olmoqchimiz. Bundan tashqari chorvachilik bo'yicha qanaqadir yangi imtiyozlar qo'llangan, shu bo'yicha bir ma'lumot bering. Mana paxta g'alla fermer xo'jaliklari uchun bizda terim moshinalariga kreditlar ajratilyapti. Boshlang'ich 20% kredit beramiz. Lizing bilan shartnoma asosida 14%dan 730 millionga shartnoma beryapmiz, boshlang'ich to'lovi. Yo'nalishi bo'yicha ham bizda kreditlar bor. Mana 312-qaror asosida garojsiz 100 milliongacha kreditlar ajratilyapti imtiyoz foiz bilan.